Mashalloh, nurli yuzli ayol ekan. Ishlamaydigan, uyda o'tiradigan, bolalarga qaraydigan ayollarga yaxshi-da, xotirjamligi bor. Men esa ish deb har doim shoshaman. Voy-vo, mana bu ayolning chiroyliligini, yuzi ham tiniq, qomatlari kelishgan, kiyimlari biram yarashibdi. Qimmat kosmetologlarga borsa kerak. Yuzida bitta ham ajini yo'q-a. Necha yoshkin? Men turishimni, uy ishlari bilan o'ralashib bir ahvol bo'lib, o'zimga ham qaramayman. Ishlaydigan ayollarga mazza-da, chiroyli kiyinib o'ziga qarab yurishadi. Voy, men bu qo'lidagi nima ekan? Sinalife deb yozib qo'yganman. Alo? Assalomu alaykum. Sibonet kollagen nech pul ekan? Aha. Bo'ldi, menga ma'qul keldi. Menga dostavka qilib bera olasizmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Har bitta o'zini hurmat qilgan ayol 25 yoshdan keyin Sinalife kollagenlarini ichish kerak. Kelinglar ochamiz. Wow, hidi приятный, yoqimli. Xo'p, tayyorlab sizga ko'rsataman. Demak, bir osh qoshig'ini olamiz, suvimizga solamiz, yaxshilab aralashtiramiz va har kuni ertalab ochiq qoringa ichamiz. Bilasizmi, Sinalife kollagenlari ozish jarayoningizni tezlatadi va ozish jarayoningizda terilaringizni osilib qolishini oldini oladi. Nima uchun? Chunki uning tarkibida kakaosi bor. Faqatgina mana shu Sinalife kollagenlarining tarkibida kakaoli chiqadi. Boshqa poddelka kollagenlarga aldanib qolmanglar. Wow, ta'mi shunaqangi yoqimli. Kollagen bundan tashqari bo'g'imlardagi og'riqlarni yo'qotib, yuzingizdagi ajinlarni tekislab, hattoki chiroyli bo'lishingizga ham yordam beradi. Men faqatgina Sinalife kollagenlarini tanlayman. Hattoki Misrga ham osongina yetkazib berishdi. Hoziroq mana shu joyda ishonch raqamlarini qoldiraman. Agar sizga kerak bo'lsa, albatta uyingizga dostavka qildirib oling.